Bugun sizlarni o'zim bilan birga mehmonga olib ketaman. Oyjon bilan qilgan somsalarimizdan oldim. Endi sizlarga hozir tavsiyalarimni berib, birato'la getrayda vizmi qolaman. O'zim shunaqa choylarni olishni tanladim. Nimaga desanglar, bu jondo'da joylarni ko'rgani borgan nima olishni odam bilmaydi. O'zimiz uyga ichki olganimizdan keyin o'zimga rosa yoqib qoldi. Dudamga ham olib boraman deb shundan zakaz qilib oldim. Upakovkalarga alohida ahvol berib ketinglar, podarkalarga uyaltirib qo'ymaydi qizlar. Olib ketadigan narsam tayyor. Endi kiyinib olsam bo'ldi deb qora bazaviy ko'ylagimni olib oldim. Mana shu qora pashmal sharfimni anchadan beri o'rayman deb o'tirdim. Shuni o'rab oldim. Ustimdan mana shu kostyumchikimni kiyib oldim. Chunki bazaviy ko'ylagim sal torroq edi. Shu bilan o'zim mo'ljallab olgan edim. Qizimga mana shu asal ko'ylakchasini kiygizib olaman. Buni ham anchadan beri kiygizaman deb o'tgandim. Bu yerda mana o'sha tayyor bo'lib oldi. Narsalarimizni olib oldik. Erimni ham chiroyli qilib yasantirib oldimda. Endi mehmonga ketgandan keyin hamma narsasi ham nomasiz bo'lmaydi, quruq borgandek bo'lib qolamiz deb non ham olib oldik. Bilasizlar, o'zbekchiligimizda har doim mehmon kelganda, mehmonga borganda ham birinchi bo'lib nonni stol ustiga qo'yamiz. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mehmonga borganda non olib borish kerakmi yoki yo'qmi? Va sizlar mehmonga borganingizda nimalar olib borasizlar? O'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar.